Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Bu ikkinchi YouTube kanalimiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raganida ikkinchi kanalimizni topolmayapmiz degan akalar uchun mana shu Ortiqjon Jo'rayev TV degan YouTube kanalimiz. Bu yerda ham texnikalarning eng zo'rlari bo'ladi. O'zingizga keraklisini topib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizni ham sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Telegram ishlab o'tiribdi. Bitta like bosib, kommentariyani yozib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi chiqqan texnikalardan, eng birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu kanalimizda prosta rasmlari, videolari, narxlari bo'ladi. Qisqacha tez va aniq ko'rib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'liq ma'lumotini eshitmoqchi bo'lsangiz, birinchi YouTube kanalimizga o'tasiz. Qolgan bitta texnikamizni, ma'lumotlarni, to'liq darni, adreslarini qoldiramiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshidagi raqamga telefon qilasizlar. Telegram ishlab o'tiribdi. Kruglosutga traktor agregat texnikalaringizni tez sotishga yordam beramiz. 2-3 YouTube kanalimiz bor. Hamma joyga bang'alatib chotki qilib beramiz. Qilgan videolarimiz yoqadigan bo'lsa, arzimagan like deb bang'alatinglar, sizdan hech nima ketmaydi. Sizga kerakli texnikalar videoni oxirigacha ko'ring, обязательно hammasidan topasiz. Qani ketdik, bo'lmasa o'zingizning orzungizdagi texnikani qidirib toping. O'zingizning texnikalaringiz bo'lsa, tashlang, biz o'zimiz bu yog'ini bang'alatamiz. Assalomu alaykum. Kasilka ishqibozlari, kasilgachalarni udarini yasagan joyga keldik. Qo'lni birinchi qo'l ishlashlari chotki garantiyasi bilan. Mana kasilgachalar
Mana hech kim taxlagani ham yo'q bo'lsa kerak. Reduktor bakvatidan любой razmerga taxlanadi. Kim qanaqa xohlasa o'sha razmerga. Ham narxi arzon boshqasiga nisbatan. Mana boshqa odamlar taxlaganlari ham bo'lyapsiz-ku ketirib bergan, ha? Mana bu odam birinchi shu kasilgan boshlagan odam shu. Hozir bu kasilganlarni ko'pchilik taxlayapti. Ana bunaqa qilib taxlab bu kishiga remontga olib kelgan. Bular remontga olib keldi. Buni shunday tashab ketdi, bizdan kasilgan ko'rdi. Buni 1 millionga hisoblab ol dedi. Menga o'zingnikidan ber. Mana bundan bitta emas, ikkita mana. Ana kasilganlar, ketirib tashlaganlar. Bular aytadi, ishlamaydi bular. Odamlar sotibdi buni 15 million, 8 milliondan qilib deyaptilar. Lekin ular ishlamaydi deyaptilar. Mana kasilgan, ketirib tashladik. Ana nervolar ham taxlaymiz deyaptilar, любой объемga, любой texnikaga to'g'ri kelayotgan qilib, baqvat qilib. Pluglar bor. Ana bunaqa listlardan mana pichoq kesamiz deyaptilar mana. Bular hammasi g'azg'onni o'sha pelarama tosh kesayotgan arralardan taxlangan bular. Listlar bular, shvellerlar hammasi konteynerdan qilingan. Hamma narsa yangi mana, yangi. Kardan yangi, hamma narsa yangi bosilibdi. Ana. Kasilga 2 metrlik hozir bularni klienti bor. Aytasizlar, sizlar uchun ham taxlanaveradi. Pasti balandligini любой razmerga qo'ysa bo'ladi. Ana. G'azg'onni o'sha tosh kesayotgan arralari. Kasilganlar. Bu o'sha arralarni kesib mana bunaqa mana pichoq taxlangan. Pichoqlar qo'yib ham beradilar. Mana shunaqa baqvat arralar ham. Bu короче 100% garantiya. Reduktorni ham o'zi ko'rib o'tiribsiz, qanaqa reduktorlar. Ishlashi mana. Qo'yil bilan aylanadi. Pachimliklarni hozir taxlayotganlar ikkitadan qo'yibdi dedilar. Bu kishiga 4 ta qo'yilar ekan. Ikkita balanga, ikkita pastga. Bu hech nima bo'lmaydi pachimligi ham. Materialdan tortilmaydi umuman. Materiallar rozi bo'lsa bo'ldi. Materialdan tortilmaydi. O'zi bu o'sha Buxarskiy kasilgada endi bu, shunaymi? Ha, shunday. Buxarskiy kasilga bu. O'sha shu birinchi yasagan odam mana shu odam shera. Mana eshitib o'tiribsiz, o'sha legendarni trendga tushgan Buxarskiy kasilgalarni akamiz ma'lumotlarini aytib o'tib ketdilar. Ishonchlisini, garantiyaligini qidirib yurgan bo'lsangiz, akamizni nomerlarini pastga qoldiramiz. Xohlagan texnikangizga, aytgan razmeringizga qilib taxlab beramiz deyaptilar. Pachti любой mahsulotlarini o'radi. Bu kishi taxlagan kasilgalar bilan daji hozirda makajo'xo'ri sudanka qamish любойni o'ramiz dedilar. Bulardan tashqari Enro, Nero labor o'sha dom mahsulotlarini sepsa bo'ladigan, keyin mana shu yerda ko'rib o'tirgan 4 korpusli pulukchangiz bor. Bular mayda texnikachalar uchun, Belarus MTZ T28 lar uchun narxlari 6 milliondan ana shu pulukchalarni yasayapmiz deydilar. O'zi sezib o'tiribsiz, narxlari vobsha arzon narxda hammasini deyaptilar. Enro, puluk, xohlasangiz freza, mana shu yerda ko'rib o'tirgan kasilkalarni любой turdakisini короче brat yasaydilar. Telefon qilasiz sizga. Qanaqa texnikaga agregat kerak bo'lsa, hammasini arzon narxda sifatli garantiyasi bilan qilib beramiz deganlar. Kasilkalarimiz bo'lgan sotilibdi. Telefon qilsangiz yana o'zingizga keraklisini, o'zingizga kerakli razmerda aytsangiz, siz uchun ham 1 kun 2 kun ichiga taxlab beramiz. Конечно, tayyorlari ham bor. Telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olasiz. Kasilkalarning o'zi narxi 15 milliondan bo'libdi. Ortiqjon Jo'rayevdan 10lik nomerda desangiz, 14 milliondan siz uchun skidka qilib beriladi. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Buxorodan oling. Ana endi Buxoroda bekorasiga To'jiboyev aytmagan Buxoro viloyati Olotlik bratlar bormi? Buxorolik bratlar uchun короче bu yo'g'a hamma agregat texnikalarimiz sizlar uchun Ves O'zbekistonning 12 ta viloyatiga vizif deyaptilar. Короче texnikani udarlari, texnikani polni garantiyaliklari bizaga Buxoro Olotga deyaptilar. To'jiboyev aytgan traktorchilar bormi? Sizlar uchun bularni hammasi udarlari, mana shu yerda ko'rib o'tirgan texnikalarning garantiyaliklari. Hammasini akamiz o'zlari aniq-tiniq ma'lumotlarni narxlarigacha aytib o'tib ketganlar. U videochalarni sizlar uchun qo'yib ketamiz. Texnikalaringiz uchun nima zapchas kerak bo'lsa hammasi bor. Yangisidan boshlab eskisigacha любой texnika qidirsangizlar ham hammasi bor deyaptilar. Prosta telefon qiling, o'zingizga nima kerak o'shani aytasiz, biza sizga kerakli narsani garantiyaligini 100% jo'q. Zavoddan kelgan zapchasti, zavoddan kelgan texnikalarning garantiyaliklarini hammasini topamiz deyaptilar. Silinderlarni restavratsiya qilingandan boshlab yangisigacha bor. MTZ, TTZ, YMZ xohlang traktorlarni o'zini noldan yig'ib ketaman
qilaman desangiz ham любой narsani topib beramiz deyaptilar. Tilichkalarni vagon bosib kelganmiz deyaptilar. Tilichkalarni udarlari telefon qilsangiz narxlari bilan sizlarga tashlab beramiz, farqi yo'q deganlar. Kultivatchalarimizdan ham bor, arzonidan, qimmatidan любойdan so'rasangiz, ovqalani ham yangisi bor, Apollonlar bor, hammasi yangi, eski. Bittadan emas, bera Viberga juda ko'p deyaptilar. O'zingizga yoqqan narxga olib ketishingiz mumkin deganlar. Mana shunaqa agregat texnikalarni udarini qidirib yurgan bo'lsangiz, hammasi Buxoro Olotga telefon qilasiz. Ortiqjon Jo'rayev kanalidan o'nlik. Menga ana shunaqa любой zapchasi kerak, любой texnika kerak desangiz, arzon qilib berarlar. Iminni Ortiqjon Jo'rayev kanalidan o'nlik deganlarga alohida bonus, alohida skidkalar bor. Kamida $100 dan kami bor. Kelishtirib beramiz deganlar. Telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar Buxoro Olotda bo'ladi. Mana bu yo'q videolarni ko'rasiz. Hakalarimiz hamma ma'lumotlarni, har bitta texnikani videosi, narxi bilan aytganlar. Bular bu yerda hozircha bor videolari deyaptilar. Telefon qilsangiz, bulardan tashqari yana texnikalar bor. Qolgan ma'lumotni o'zingizni qiziqtirganlarini, o'zingizga kerakliklarini, ma'lumotlarni yana Buxoro Olotdan olishingiz mumkin. Buni qancha dedingiz endi ustoz? 35 million bu. Turish, ha? Sepsiz. Mana Donasi 15 million. har biri. Har biri donasida. Bu necha buni? Ko'p odam Bir yarim. Bak bu mana. Mana bolalar ham yangi. yil maosh Belarus. 18-yil. 4000 soat ishlagan motor. Motor ochilmagan. Hozir yoqamiz, bolalar yangi mana. Kengilar. Ular ham. Aslan qo'shamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hani? Assalomu alaykum qishloq xo'jalik xodimlari, fermer rahbarlari. Mana ko'rib turganingiz Turkiyaning Apollon shtangilli apparati. Yangi. Mana ko'rsating. Sepadiganni ham oling. Keldi mana kardanlari. Sotiladi. Narxiga kelsak 16 million. Buni ishlatib berasiz, tamom. Ishlatib hammasini traktorga taqib ko'rib beramiz. Qayoqing traktori? Xayratjon aka, davay. Ana bu traktorcha ham sotiladi. Yili yangi, hamma joy radnoy traktorcha. Nurafshon 81 K degani. Hamma joy Belarus. Hamma narsasi o'chilmagan, yana radnoy Belarus. Даже rollariga ham unaqa tetizlarnikida emas, elislarnikida, o'sha radnoy Belaruslarning o'zinikida. Unaqa gidravlический. Ollagi do'lqachalik deydimi, nima deydi? Yili 2020 o'chilmagan. Menimcha даже kondisionerlik bo'lishi kerak. Kondisionerlari ham ishlaydi deyaptilar. Ularning haberlarini ochdik. Ana motori biror joydan 1 gram yo'qmagan.
Motori ham podsosni, mana apparatga. Radiator, hamma joyi butun. Balonlari ham zo'r, akkumulyator, stator yarim kaltga zavodet qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Ichlari ham akkuratni, kulturni. Mana tablolari, richaklari, balonda konditsioner, belka, magnitofon, hamma narsasi bor baloniga. Mana даже luklarigacha bor, звездный neba qilib ketaverasiz. Mana astanachasi. Shuna arqalari shunaqa holatda 2020 hamma joyi ochiladi. O'zbekistonda yig'ilgan, lekin o'zi hamma joyi Belarus. Taki Belarus kabina shu o'zimizga yig'ilgan kabinaga o'sha yashillardan hech qancha farqi yo'q. 2020-yil narxi 120 million bo'lsa beramiz. Oxirgisi